osilgan va sodda harakatlanuvchi jag'li maydalagichning korpusi old, orqa va ikkita yonbosh devorlardan iborat. Oldingi devor qo'zg'almas yuz rolini o'ynaydi. Qo'zg'aluvchi yuzi ikkita podshipnikka tayangan o'qga osilgan. Maydalagich ichki sathini hosil qiluvchi korpusning oldi va yonbosh devorlarning ichki yuzasi marganetsli po'lat yoki to'plangan chugandan yasalgan almashinuvchi plitalar bilan qoplangan. Podshipniklarga mahkamlangan eksentrik valga vertikal yo'nalishda qaytarma ilgarilanma harakat qiluvchi shatunning boshi o'rnatilgan. Shatunning teshiklarida kladishlar bo'lib, ular tirgakli plitalarning uchlari va plitalarning ikkinchi uchlari vkladishiga o'rnatilgan. Shatun yuqoriga harakatlanganda plitalar orasidagi burchak kattalashadi va qo'zg'aluvchi yuza qo'zg'almas yuzaga yaqinlashadi. Bunda mahsulot ezilish, qisman esa siljish va bukilish hisobiga maydalanadi. Deformatsiyaning siljish va bukilish kabi turlari qoplovchi plitalar yuzasining qirraligi bilan tushuntiriladi. Maydalagich korpusining yon devorlari silliq plitalar bilan qoplanadi. Shatun pastga harakatlanganda qo'zg'aluvchi yuz og'irlik kuchi va tyaga orqali buferli prujina ta'sirida qo'zg'almas yuzadan uzoqlashadi. Bunda maydalangan mahsulot to'kiladi. Bo'shatish tuynugining kengligini o'zgartirish boshqaruvchi ponalar yordamida yoki tirgakli plitalarni almashtirish orqali amalga oshiriladi. Valga ikkita maxavik g'ildirak o'rnatilgan. Maxaviklarning biri shkif rolini bajaradi. Jag'li maydalagichlar elektrodvigateldan ponasimon tasmali uzatma klinoremenная передача orqali harakatga keltiriladi. Asosiy podshipnik va shatun kallagining podshipniklari suyuq mo'y bilan, qo'zg'aluvchi yuzning podshipniklari va tirgakli plita vkladishlari konsistent mo'y bilan mo'ylanadi. Suyuq mo'y podshipnikka avtomat ravishda ishlaydigan stansiyadan tushadi. Bu stansiya bakdan yog' nasosi, elektrodvigatel, filtr sovutgich va kontrol o'lchov apparatlari, termometr, relе, bosim relesi, manometr va hokazodan iborat. Konsistent mo'y quvurlar orqali yoki qo'lda mo'y stansiyalardan beriladi. Keyingi yillarda murakkab harakatlanuvchi jag'li maydalagichlar qo'llanila boshlandi. Jag'li maydalagichlar ruda va qurilish mahsulotlarini yirik va o'rta maydalash uchun ishlatiladi.